Bopmu bultur дан башланган Хытай hökümetinin Uyghur elideki qattiq siyasatlari davamida yüz berip atkan vaqaliklar, bunun ziyankeşlik uçurap atkan Uygurlarning hikayelerini anlatıp kelip atkan edik. Bizning ailemizmi, bizning xizmatlarimiz sebeplik Xitoy hökümetining tutquniga, besimiga, qo'pol muomalasiga, hatto tan jazolariga uchrab atdi. Men yaqinqi kunlarda tehi boshqa kanallar orqali mushu bizning oiladan 16 kishininki tutilganligini, ham tarbiyalash markaziga elib ketilganligini uqdim. Faqat tarbiyalash markazi dedi, ammo bularning ichida kesilganlarning bor yo'qligini tehi bilmayman. Bizning keyin anglag'imiz faqat shunda 2 oy o'tgandan keyin shu yerdagi sud mahkamasi inimga 6 yillik qamoq hukm qilibdi. Shu vaqtda bizning uydagilar bu sud mahkamasiga berib inim bilan ko'rishibdi. Ko'rishganda men bularni qanday ekan deb so'rasam, u nayt o'riqlab bir teri bir ustagan bo'lib qapti deb shunday dedi. Demak, endi bu 2 oyning ichida shunday bo'lib qolgan bo'lsa, endi 6 yildan keyin bu yerdan biz saq chiqamdi, chiqmamdi biz buni bilmaymiz. Endi ularning taqdiri nima bo'ldi? Buni men haqiqatan hozir hech qanday uqshira olmayman. Odam haqiqatan endişeye soldi. Opam nim bo'lib ketdi. O'zimning oilasidagi tog'amninki bolalari nim bo'lib ketdi. Bu odam ishongisi kelmaydigan bir vaziyatga kelib qoldi bu ahvolda. Buning uchun dunyoda birisi chiqib bir nima deyish kerak bunga.